Assalomu alaykum, hurmatli Namangan Taxta bozor kanali a'zolari. Bugungi kunimiz 1-aprel, oy boshlanish sanasi. Va xohlasa qo'ldan kelgancha yangi video qilib, taxtalarni obzor qilib, narxlarni, razmerlarini batafsil tushuntirib o'taman. Sizlardan faqatgina iltimos qo'ldan kelgancha poddeshka qilib, like, podpiska bosib, do'stlarga podelitsa qilib tursani, ancha yaxshilikka qo'l urgan bo'lsanglar, sizlardan iltimos. Agar mehnatimiz arzimas bo'lsa ham ozginagina vaqtinglarni olib like bosishinglarni iltimos qilib qolamiz. Videoni boshlayman. 6 metrli strapilli, 6 metrli brus, 5 metrli to'sin, 4 metrli to'sin, laga, reka, hamma narsa kelgan. Xudo xolasa qo'ldan kelganicha narxlarni tanishtirib o'taman. Ko'proq brusga so'rov bo'lgani uchun bugun hozirgi birinchi videoda 6 metrli brus video qilib tushuntirib o'taman. Razmeri 10,5 x 10,5, uzunligi 6 metrli, kvadrat razmerda. Sasna holati yaxshi, to'rqirra. To'rqirra holatda sasna yel aralash. Hozir mana ko'rib turganingiz mana shunisi yel, tagidagi to'ttasi ham yel, tepasida sasna. Holati zo'r, katta butog'i, garbili, defekti bo'lmaydi. Zavodskoy pachkali taxta, xudo xolasa 6 metrli. Holati yaxshi. Mana orqa tarafdan ham ko'rsatib o'taman. Sababi ko'rib turgan odam hamma taraflama ko'rib, hisobi oson chiqishi uchun, zakaz berishlar uchun polni video qilib tushuntirib ko'rsatib o'taman. Mana taxtaning holati, valnasi yo'q, defekti yo'q, razmer to'liq 10,5 x 10,5, 6 metrli. Narxi 555 ming so'm. 6 metrli, kengligi 14 cm, qalinligi 5 cm, uzunligi 6 metrli, sasna strapillikka to'liq 14 ga 5. Narxi 170 ming so'm. Narx ko'tarilmagan, eski narxda, lekin taxtani narxlari ancha ko'tarilib qolgan. Kimda imkoniyat bo'lsa, pulini zaxira qilmasdan taxtani olishingni tavsiya qilamiz. Sababi narxlar ko'tarilmasdan oldin olishingni men doimo klientlarimizga aytib o'taman. Razmeri 42 ga 42 bo'lgan 6 metrli rekamiz, bu ham doimiy populyarniy razmerda. Hop, ko'p zakaz qilib turishadi 6 metrlidan. Narxi 7 ming so'mdan. 42 ga 42 kvadrat razmer. Kengligi 18 deb sotiladigan, 17,5 kelgan, qalinligi 5, uzunligi 5 metrli. Holati zo'r, to'sinlikka. Bunaqangi butoqsizlar ajramagan mana. Yuzasi tiniq holatda. Mana yon ko'rinishlari ham, valnasi, garbili, defekti yo'q taxtani. Narxi 205 ming so'm. To'sinlik 5 metrli. Xuddi shu razmerni 15,5 ga 5 metrligi. Uzunligi 5 metr, qalinligi 5 cm, eni 15 dan katta. Ikkinchi sort bu taxtalar, 5 metrli, ikkinchi sort taxta. Holati yaxshi, to'rqirra nimasida farq qiladi desani, oldi tarsopkasida farqi bor, shunda farq qiladi. Xudo xolasa taxtaning holati yaxshi, bu zavod taxtasi. Lekin ikkitasi ham quruq taxta. Tilinishlari yaxshi, to'rqirra, eni 15,5, qalinligi 5 cm, narxi 180 ming so'mdan. Xuddi shu razmeri 4 metrligi. Razmeri 18. Hop, qalinligi 5, uzunligi 4 metrli. Eni 18 ga 5, uzunligi 4 metrli. Holati chiroyli, zavod taxtasi, mana oldi ko'rinishlari, yon ko'rinishlari to'rqirra, ideal holatda. Singan garbil defekti yo'q. Mana taxtaning holati juda ham zo'r holati. 18 ga 5, uzunligi 4 metrli. Narxi 144 ming so'm. Bu ham eski narxda. Lagali to'sinlikka bu 4 metrligi. Bir xil razmer 5 metr, 6 metrligi ham bor. 6 metrligi hozir tushirmaganmiz, lekin zakaz qilsani 6 metrligi ham bor. Hop, endi xuddi shu razmerni 15ligi. Zavod taxtasi, eni 15, 15 dan kengroq ham, qalinligi 5. Hop, uzunligi 4 metrli. Holati yaxshi, zavod taxtasi. Mana taxtaning yuzasi. Katta butog'i, garbil, defekti yo'q. Birinchi sort mebelniy zavod taxtasi. Toza lestvak, 100% lestvak.
Bunda boshqa taxta aralashmagan. Narxi 124 ming so'm. Bu ham eski narxda. Xohlasa qo'ldan kelganicha hammasiga ma'lumot berib o'taman. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr. Nimadir noto'g'ri gapirgan bo'lsam, kommentariyada yozsani to'g'rilab o'taman. Sizlardan faqatgina poddeshka kutib qolamiz xolos. Like bosib olsani xursand bo'lardim. Shifr reka uzunligi 4 metrli, razmeri 5, qalinligi 3, uzunligi 4 metrli. Toza chiqish razmeri 47-48 kengligi. Uzunligi 4 metrli. Narxi 5700 so'mdan, bu eski narxda hali ham, xudo xolasa. Bundan har qancha bor. Manzilimiz Namangan shahar, Shamshiboy bozori 3-rat 573 574-joy. Ismim Abdulvosit, telefon raqamim 90 222 44 77. Shu nomerda bo'laman. Zakaz qilsani bo'lardi. WhatsApp, Telegramim ham bor shu nomerda. Musofirdagi akalarim qiynalmasdan WhatsApp, Telegramdan yozsani bo'lardi. Sraz javob beraman qo'ldan kelganicha. Oddiy telefondan ko'pchilik telefon qilishadi. Sizlarga nagruzka bo'lmasa WhatsApp, Telegramim bor. Xo'p. Uzunligi 6 metrli, eni 18, qalinligi 4 plus. Bunda haqiqiy aksiya bo'ladi. 6 metrlikni bilishadi buni. 105 ming so'mdan sotib kelganman. Bitta mana shunda defekt. Mana shu defekt. Asli ishlaydi, yaroqsiz emas. O'sha joyda ozgina yorug'i bor. Bitta. Ikkitasida 30 cm joyda xuddi mana shundoq defekti bor. 30 cm joyida. Taxtani shtugi 59 dona. 50 ta, 55 ta oladigan insonlarga bonus, xudo xolasa rosa foydalanib oladigan kimga bo'lsin, kanalimiz obunachisiga bo'lsin deb turib, bu sharoitlarga nima desam, imkoniyat, udobstvo qilib beraman. Qo'ldan kelganicha 59 ta olgan insonga 56 tasiga pul to'laysiz, 105 ming so'mdan. 3 tasi bonus. Ikkitasida yarim metrdan kaltasi bor. Общий hisobda 3 tasi sizga bonus bo'ladi, siz jabrlanmasligingiz uchun. Mana joyim, qo'lim bo'shaydi. 105 ming so'mdan 56 taga pul berib, 59 ta qabul qilib olasiz. Eni 18, qalinligi 4 plus. Holati zo'r. Uzunligi 6 metrli, kengligi 9 cm, qalinligi 32 li. Holati yaxshi taxtani. Narxi 78 ming so'mdan. Xuddi shu razmer, eni 11 cm, qalinligi 33, uzunligi 6 metrli. Narxi 92 ming so'mdan. Sasna, bular hammasi rossiyskiy sasna, ishonchli taxta. Yosh daraxt. Xo'p, xuddi shuni 14 cm-ligi, mana yuzasi tiniq holatda. Eni 14, qalinligi 33, uzunligi 6 metrli. 100% sasna. Buni narxi 116 ming so'mdan. Uzunligi 6 metrli, 5 plus, qalinligi 3,5, uzunligi 6 metr, donali, sushilka reka. Narxi 8 ming so'mdan. Hop, 8 ga 2 li, uzunligi 4 metrli. Yoni qismida, sal tagi qismida mana qangi abzoli bor. Holati yaxshi. Uzunligi 4 metrli. Narxi 23 ming so'mdan. Abrushetkaga, chorniy polga ishlatishadi. Suxoy 8 ga 2 razmeri. Kengligi 11 plus. Qalinligi 3,5. Uzunligi 6 metrli. 4 metrli bu uzun. Eni 11 plus. Qalinligi 33-34. Uzunasi 4 metrli. Zavodskoy sushilka taxta. Rossiyskiy. 100% sasna bu taxtani. Pachkali, oldi orqasi standart shunaqangi holatda bo'ladi. Taxtaning narxi 60 ming so'mdan. Xuddi shu zavodda Polli taxtasi, Katya degan zavod taxtasi ikkitasi ham. Buni razmer qolishi 11,2 cm, qalinligi 2,6 qoladi. Uzunligi 4 metrli, suxoy. Mana 100% sasna. Ichiga 2 oy garantiya beraman. Olgan kuningizdan 2 oy hisoblabdi. Men bugun 1-aprel kuni bo'lsa, may, iyunning 1-kunigacha qoqadigan bo'lsangiz, ichidan singani, chirigani chiqsa, obratni pulingizni qaytarib beraman. Yaroqsiz chiqsa, xudo xolasa ichigacha garantiyali. Eni 11,5 ga 5,5, uzunligi 4 metrli, lagalikka narxi 103 ming so'mdan. Lagali, strapel, ustunlikka hamma narsaga ishlatsa bo'ladi. Ishlab chiqaruvchi akalarimizga ham yuradigan razmer.
Kengligi 6+, qallligi 3 cm, uzunligi 4 metrlik yil. Holat shunaqangi ideal holatda, katta butog'i, garbil defekti yo'q, ichigacha garantiyali. Mana tilinishlari ham, yo'llari, vannasi yo'q, umuman zavodskoy reyka. Narxi 8 ming so'mdan. Eni 6+, qalligi 3 cm. Xudo xohlasa, yana boshqa razmerlarimiz ham tushadigan, sirazi tushgan kuni video qilib internetga joylayman. Podpisatsiya bo'lmagan bo'lsangiz, kanalga a'zo bo'lib qo'ying. Xudo xohlasa, doimiy yangiliklardan birinchi bor xabardor bo'lib turasizlar. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr. Sizlardan iltimos, qo'llab-quvvatlab tursangiz, juda ko'p yangiliklar bo'lib turadi. Aksiyalardan ham xabardor bo'lib turasizlar. Bo'ladigan bo'lsa, birinchi kanal a'zolariga aksiya bo'ladi, keyin boshqalarga, xudo xohlasa. Ozgina bo'lsa ham, arzimas bo'lsa ham, lekin qo'ldan kelganicha harakat qilaman, yangiliklar qilishdan to'xtamaslikka. Sizlardan iltimos, kanalga podpiska bosib, like bosib, do'stlarga jo'natib tursangiz, men uchun juda ham katta yordam bo'ladi shu. Oldindan rahmat, yaxshi ishlab olinglar, kuninglar xayrli o'tsin. Hop, topgan pulingizga Alloh baraka bersin. Yaxshi niyatda qurilish qilsizlar. Bizning ishimiz sizlar bilan bog'lanish shu, qurilish yuzasidan. Qo'ldan kelganicha doimo muomalani chiroyli qilib xizmatingizda bo'laman. Kamchiliklar bo'lsa, xatoyim bo'lsa, uzr, salomat bo'linglar, yaxshi kuningiz o'tsin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Keyingi videoda ko'rishgungacha o'zingizni ehtiyot qilinglar.